Dünyada ziyan tartquchilar kimlar? Ular 3 turlikdir. Ov iti. U shuncha hasiraydi-yu, lekin ovlab kelgan narsasi boshqalarga ketib qoladi. Bixil kishi. U mal to'playdi-yu, lekin to'plagan mali boshqalarga qoladi. G'ayvatxo'r. U boshqalarning g'ayvatini qiladi. Shuning bilan qilgan yaxshiliklari boshqalarga ketib qoladi. Baxtiyor hayotning prinsipi qaysi? 4 prinsip baxtiyor hayotining asosi. Haq ustida bo'ladi ekansan, birovning roziligi uchun o'zgarib qolma. Har qachon o'zing bo'lginki, birovni qoyil qilaman deb yasalmalik qilma. G'albi sana yor bo'lsin. Mag'lub bo'lsangmi, hargiz tushkunlashma. Izchil tirish, ammo har qancha natija qozonsangmi, cho'ngchilik qilma. Rizqning eng kattasi nima? Aldanmaganki, eng katta rizq pul-mol emasdir. Eng katta rizq degan balki u ko'ngil xotirjamligi, balki u nurliq aql, balki u sog'lom badan va balki qalb sofligi, balki u ota-ona duosi va balki ota-onaning mehribonligi, qarindoshning hamrohligi, farzandlarning kulkisidir. Do'st yaronlarning g'amxo'rligi va Alloh uchun yaxshi ko'rguchining duosidir. Suhbatdashing kim? Ey qarindoshim, fosiqlardan yiroqdir. Solihlar bilan ham suhbat bo'lgin. Chunki yo'qab ketsang, ular seni izlaydi. G'aflatda qolsang, tanbih beradi. O'zlariga duo qilganda seni unutib qolmaydi. Chunki ular misoli qutb yulduzidirki, hayotlik dengizida ezib ketsang, to'g'rilab qo'yadi. Zulmat oralarida sana kompas bo'ladi. Dunyoda seni yaxshilikqa chaqirsa, qiyomat seni arishning soyasida kutadi. Eng muhimi, ular seni Alloh uchun yaxshi ko'radi. Ko'p gap qilma. Og'zini yumib yurgan baliqni hech kim ovlay olmaydi. Shunga og'zingga hazi bo'lgin. Chunki xatoliqlarimni paylab yuradiganlar bor. Nagili yog'sa manfaat qiladigan yomg'ir kabi bo'lginki, hargizmi dunyo menga orqasini qildi dema. Balki o'zing ta'tir o'tirib qolgansan. Bu to'g'rida Ibnul Javzi rahimahulloh aytgan eng go'zal hikmat shuki, taatning jafosi ketib savobi qolur. Gunoh ma'siyatning lazzati ketib azobi qolur. Bir kishi qasrda xiyol surib o'ltirib do'stiga, bu pul mollar taqsim qilingan chaqda biz nada qolgan bo'lg'aydiq, debdi. Shuning bilan do'sti uni shifoxonaga olib beribdi-da. Bu kasallar taqsim qilinganida biz nada qolgan bo'lg'aydiq, debdi. Shunga har holingda va har qachon Allohga hamd aytqin. Bergan ne'matlari va fazl ihsoni cheksiz Allohga hamd sanolar bo'lsin. Charchidingmi? Dunyoning dard alamlari charchitib qo'ysa, g'am qilma, bal qo'yvatma. Balkim Alloh sening duo qilgan holatdagi ovozingni anglashni xohlab qolgandir. Qarindishing tabassum qilmoqcha baxt saodatni kutma. Lekin baxtli bo'lish uchun doimo tabassum qil. Nechun shuncha uzun xiyollarga g'arq bo'lasan? Halbuki Alloh peshonangga taqdirini yozib bo'lgan tursa. Nima uchun noma'lum narsadan andish qilasan? Halbuki Alloh dargohida hamma narsa aniq ma'lum tursa. Shunga xotirjam bo'lgin. Rabbing seni qo'g'daydi. Tilingdan ilgari qalbing bilan ishlarimni Allohga topshirdim deganki, Allohga haqiqiy tavakkul qilgin. Bilaman, jannatga oshiqsan. Ammo Allohning rahmatidan qolsa, bizni qaysi amal jannatga olib boradiganligini bilmaymiz, bilolmaymiz. Balki u ixlos bilan o'qigan biror rakat namozdir, yoki ixlos bilan qilgan sadiqa ihsonimizdir, yoki chanqab ketguchiga dal vaqtida bergan ussizligimizdir, yoki bir mo'min qarindishimizning hojatidan chiqqanligimizdir, yoki har qachon yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishda ching turg'unimizdir. Va yoki timtas kechida yig'lab turib o'qigan zikr tasbihlarimizdir. Yoki biz hech xiyolimizga keltirmagan bir yaxshiligimizdir. Shunga bilganiga amal qilgin. Uni hargizmi kichik sanma. Har doim Haq taolaning toatida va muhofazatida bo'lgaysizlar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.